Assalomu alaykum. Endi biz JavaScript'chimiz, lekin boshqa tillarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun Go'ni ko'radigan bo'lsak, Rust ko'radigan bo'lsak, Python, PHP'ni ko'radigan bo'lsak, ularda asosan bitta dominant nimasi bo'ladi, engine bor, ya'ni raflatiga. Misol uchun Go'niki bitta, misol uchun Go Runtime. Bo'ldi, undan boshqa narsa run qilmaydi. Shu Rust'ga endi u interpret ular shunchaki anaqa compile bo'ladi. A, shunaqa Rust'ni o'zinikida ham bitta. No, misol uchun PHP'da Z-Engine bor. Unga Z-Engine hamma odatda Z-Engine'da dominanti, ya'ni eng anisi, no undan ham anisi yana bittasi bor. Unga konkurent bo'ladigan, no asosan ko'radigan bo'lsak, ko'p tillarda deyarli bitta. Misol uchun Pythonda ham bir nechta bor, lekin Pythonda ham asosiy engine qaysi edi? CPython. U dominantroq, kattaroq. No, misol uchun Go'da bitta Go Runtime, Rustda bitta bo'ladi, tamom. LLM orqali to'g'ri. No, JavaScriptga keladigan bo'lsak, V8 engine, SpiderMonkey, yana nima, JavaScript Core, yana nimadirlar bor, ya'ni judayam nimasi bo'ladi, ko'p enjinlar turi, ya'ni brauzerga qarab. Endi bilishimiz bo'yicha Chrome V8 ishlatadi, Mozilla SpiderMonkey, Safari JavaScript Core ishlatadi. Internet Explorer ham adashmasam JavaScript Core ishlatardi. No, nima muammo? Nimaga bizda shunchalik ko'p? Nimaga ular alohida qilingan va o'zi nimaga hammasida yozsak JavaScript ishlayveradi degan savol bor. Chunki bu yerda JavaScript turadigan bizda qanaqadir qonun bor. Ya'ni xuddi armiyaga o'xshaydi. Armiyada misol uchun kimdirga bo'ysunish kerak, bunda ham shunaqa qanaqadir qonun bor, hammasiga bo'ysunish kerak. Ularga konstitutsiya bor, ya'ni nima qilish mumkin? Umuman olganda, misol uchun har bitta, misol uchun array bo'ladigan bo'lsa, arrayga nuqta map qilinganda hammasidan qayta tayinlanib chiqishi kerak degan ECMAScriptga qonun yozilgan. IS-6 da yozilgan shekilli, 2015-yilgi chiqqan Java ECMAScriptni nimasida. O'shanda yozilgan o'shandan keyin любой array nuqta qilib turib map qilsangiz, o'sha funksiya ishlaveradi. Lekin hamma enjinlarda har xil run qilingan. Xo'p, birinchi buni qanaqa evolyutsiyasini ko'rib olsak, keyin nima uchun enjinlar hammasida har xil ishlaydi, nimaga har xil implement qilinganligini ko'rib chiqolamiz. Demak, bu yerda ECMAScript 1 95-yil, yo'q, 97-yil ekan. 95-yil chiqqan bo'lsa, uni formula anaqa qiladigan, qonunlarga solib qo'yilgan konstitutsiyasi 97-yil chiqqan. ECMAScript 2 nechinchidir? ECMAScript 3 yana nechinchidir? ECMAScript 5 2009-yil chiqqan. ECMAScript 6 2015-yil chiqqan. Bularda nima qo'shilgan? ECMAScript 2 da nimadir qo'shimcha, ECMAScript 3 da try-catch, shunga o'xshagan narsalar. ECMAScript 5 da nima qo'shilgan ekan 5 da? Bilmadim. No, ECMAScript 6 da let console qo'shilgan, ya'ni block scope qo'shilgan. Ya'ni ECMAScript 6 da support qiladigan narsada bemalol letlaringiz ishlaydi. Lekin savol, siz yozdingizda ECMAScript 6 da yozdingiz, ozgina kod tomonlama o'tib ketdi, lekin kichkina 1 minut, 2 minut gapirib o'tib ketamiz. Siz ECMAScript 6 da yozdingizda bilsanglar, package zone'ni ichida JavaScript versiyasini belgilasa bo'ladi. Package zone'ni ichidami deyman. Ancha oldin ishlaganman-da webpacklarda. Ana shuni belgilasa bo'ladi. Ya'ni JavaScriptingizni ECMAScript 5 ga mo'ljallab qo'ysa bo'ladi modulini. Unda nima qiladi? Shunda compile qilib turgan paytda bemalol o'sha compile qiladigan narsa letlaringizni, konsolalaringizni oladi, ularni varga o'tkazib chiqadi. Varda ham qanaqaga o'tkazib chiqadi? Qanaqadir ularda scope yo'q-ku, o'shaning uchun scope'ni o'zi create qilib xullas o'zi pattern qilib shunaqa qilib o'tkazib beradi. Ya'ni ECMAScript 5 da ishlaydigan qilib. Misol uchun klient aytishi mumkin, bizni brauzerlar, misol uchun siz qanaqadir dashbord qilyapsiz va u korxona yoki u korxonani ishchilari, klientlari eski brauzer ishlatadi va ko'pchiligi qariya odamlar uchun servis qildingiz. Misol uchun qariya odamlar uchun ovqat zakaz qiladigan yo qariya odamlar uchun hassa zakaz qiladigan narsa qildingiz, chunki ularga hassa kerak bo'ladi va u hassa ishlatadigan odamlar brauzerni qayerdan tushunadi? G telefonlarni ishlatsa kerak edi. No, shunaqa telefonlar eski va brauzerlari ham ko'prog'i eski bo'ladi va shuni hisobiga ularda veb-saytga kirganda ishlashi uchun eski brauzer. Endi brauzerlar nechinchidir implementatsiyasini ham hozir gaplashamiz. No, ularni brauzer eski bo'lgani uchun, misol uchun ECMAScript 5 ta o'zida qolib ketgandir-da. Brauzerni yangilasa ECMAScript 10 gacha yetib borsa kerak balkim.
ECMAScript 9 gacha, 10 chiqmagan shekilli. 6 gacha hech bo'lmaganda yangilanadi, lekin yangilatishmagan. Uning uchun Play Marketga kirish kerak, nimadir qilish kerak, App Store'ga kirish kerak, shunaqa. Shuning uchun ularnikiga tushadigan qilish uchun kompaylerga ES5 qilib yozib qo'yiladi. Shunda hamma kodex, JavaScript yozgan kodex, brauzer ochganda sorry unsupported codes qanaqadir syntax error topildi demaydi. Chunki biladi, o'sha tilga moslashtirilgan. Siz map yozdingiz, aytaylik, unda map yo'q, u for ishlatdi. Aytaylik, siz eskiroq brauzer bor, unda for ishlatish kerak. Lekin siz yangi mapidan foydalangansiz, uni kompayler oladi, uni for turgan bo'lsa arrayni ochadi va o'shaning uchun for yozib, kompayler qilib forga aylantirib yuboradi. Oson qilib tushuntirganda shunaqa. Xo'p, shunaqa qilib, qanaqadir funksiyalar, qo'shiladi, null ishlar qo'shiladi. Misol uchun, ECMAScript 7, 8, 2020da qo'shildimi null ish operatori, ikkita so'roq, shunaqa narsalar qo'shiladi va qanaqadir buni qanaqa qilib o'zi qo'shiladi deydigan bo'lsak, ECMAScriptga, ECMAScript hamjamiyati, ya'ni JavaScript hamjamiyati deylik. Shularni hamjamiyati qanaqadir funksiya kerak, JavaScriptni optimal qilish kerak, yangi versiyasini ishlab chiqarish kerak. Shu yangi versiyasini ishlab chiqarish uchun qanaqadir, aytaylik, endi map emasda hammasini u yoqdan bu yoqdan randomly olib keladigan funksiya qilaylik. Ya'ni arrayda nuqta random qilsa, ichidan любой bittasini olib chiqib bersin. Shunaqa funksiya yozamiz deyishsa, anavi boshqa, boshqa enjindagi dasturchilar, umuman ularni hamjamiyatidagi dasturchilar, ovozga qo'yadi. Ovozga qo'yib, qo'shish kerak ekan bu narsani deydigan bo'lsa, bo'ldi. Endi keyingi yil nechi? 2016-yil bo'lsa keyingi yil. Demak, ECMAScript 2016 deb nomlanadi va uni ichida arrayni ichida nuqta random qilib ishlatish funksiyasi bo'ladi. Keyin nima qiladi? Misol uchun V8 dasturchilari nima qilishadi? ECMAScriptga yangi narsa qo'shildi. Okey, endi biz uni implementatsiya qilamiz deydida, o'zlari qanaqadir random funksiya yozishadi, algoritm. Nechidirlarni qo'shib, ayirib, misol uchun hozirgi vaqtni oladida, vaqtdan endi random chiqarish kerak-ku. Hozirgi vaqtdan nechidir ko'paytirib, yana bitta, nimadir, o'sha vaqtni yana nechgadir bo'lib, shunaqa qilib olib, shu randomini topib berishadi. Bu yoqda Firefoxchilar bor. Firefoxchilarniki SpiderMonkey. SpiderMonkeyni zo'rroq qilish kerak. O'shani zo'rroq qilish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Z Ular performansga, securityga ko'proq qaratadi-da, SpiderMonkeyni ishlab chiqaradigan. O'shaning uchun secure bo'lishi kerak, datadan emas, boshqa narsadan olsin, nimadir calculation bo'lsinki, u shunda bo'linganda doim bir xil rezultat emas, har xil rezultat qaytarsin. Shunaqa degan narsani qilish uchun ular shunaqa orqasida boshqa algoritm yozishadi. JavaScript core'chilar boshqa algoritm yozishadi. Va shuning uchun bitta yozgan funksiyangizni bu judayam tez ishlaydi deya olmaysiz, 100%. Ishlaydi, algoritmi jihatidan tezroq yozishingiz mumkin, hammasida. Misol uchun V8ni optimize ichini o'rganib, V8ni tez ishlaydigan qilib yozsangiz, bu SpiderMonkeyda ham tez ishlaydi degani emas. SpiderMonkeyning ichida o'zi boshqa algoritm yozilgan. O'shaning uchun u SpiderMonkeyda V8 bergan performansni bera olmasligi mumkin. Lekin, qanchadir bildiradi baribir. Balkim shunaqa holat bo'lishi mumkin, вообще sekinroq kelib qolishi mumkin. Kim biladi. Shunaqa. Nima uchun hamma brauzer har xildan foydalanadi degan bo'lsak, misol uchun, bu iqtisodiy, shunaqa firma tomonlama, no, SpiderMonkeyning afzalligi bu security bo'yicha. V8niki just in time, ya'ni just in time compiler chiqargan V8. O'shandan keyin boshqa brauzerlarda push qilganda, sitlar ham tezroq ishlatish deb. Chunki oldin sekinroq bo'lgan va u ularni V8, ya'ni Chrome'da ishlaydigan V8 just in time chiqargandan keyin u hozir Node.js ham ishlaydi. Juda tezlashib ketgan. O'shandan keyin SpiderMonkey ham JavaScript Core ham o'zlari tezlashtirishga majbur bo'lishgan, chunki konkurent o'zlarini brauzerini ham ishlatish kerak-ku kimdir. Agar Mozilla sekin bo'lganda kim ishlatardi Firefox'ni? O'shaning uchun ular ham nima qilishgan. Yana bitta plyus, misol uchun Apple bor. Apple Safari ishlatadi, Safari JavaScript Core ishlatadi. Endi, Safari o'ziga implement qiladi random funksiyasini, faqat nimadan? O'zini iOS'idan kelib chiqqan holatda. Chunki o'zini iOS'i bor, ya'ni M chiplari bor, A chiplari bor, Apple chiplar. Apple chiplarni ishlashini performansi Intel'larnikidan boshqacha. Shunga ular nima qilishadi? O'zlarini protsessori oson tushunadigan kod yozishadi. O'zlarini protsessori tez ishlaydigan kod yozishadi. Ularni protsessori baribir boshqacharoq ishlaydi. Shuning uchun
o'zini protsessori, o'zini permissionlariga, misol uchun, Apple'da qanaqadir qo'shimcha permission yoki, Apple'da qanaqadir funksiya olsangiz, u judayam tez ishlashi mumkin. Chunki nimaga? U CPU o'zi o'sha funksiyani ishlashi uchun tez qilingan bo'lishi mumkin-da, qanaqadir, feature qo'shib turib. Va ana shularga urg'u bergan holatda o'ziga moslab, permissionlar beradi qaysidir funksiyalarga, tezlik beradi. Shunaqa qilib o'zini ekosistemasini yaratadi. Apple shunaqa qilgan. Apple hammada Safari ishlatadi. Hamma emas endi. Apple'chilarda Safari bor. Safari'ni ishlatyapti turganda, Safari o'zi o'sha chipga moslab yozilgan chiroyli qilib funksiyallarni yozish uchun. Xo'p, shunaqa. Umumiy ECMAScript shunaqa. ECMAScript o'zi JavaScriptni qonuniyati. O'sha JavaScript ya'ni o'zi JavaScript ECMAScript. No, ECMAScript uzuni European Ec nima European Country Manufacturing Association nimadir edi skript edi. Ya'ni Yevropa nimadirlarga tushadigan. Shunaqa edi, ya'ni o'rtada qilingan qonun va biz ECMAScriptda bor narsani yozishimiz mumkin. Misol uchun ertaga navoda nima edi, bemaza qovun chiqib turib, bemaza buzoq chiqib turib aytishi mumkin. Nuqta fatality arrayga nuqta fatality qilib yozsanglar, shu array 100 ta emas, 1000 ta bo'lib ketadi. Hammasi 10 ta 10 tadan ko'payadi deb yozsa, buni boshqasida ishlata olamanmi deb turib ECMAScriptga kirsanglar, ECMAScriptda o'zi o'sha yozilganmi, yo'qmi? Agar yozilmagan bo'lsa, demak siz yozgan funksiya faqat o'sha Safari'da ishlaydi yoki Mozilla'da ishlaydi. Qolganlarida bunaqa narsa yo'q. Syntax error deb error qaytaradi. Shunaqa. O'shaning uchun hamma ECMAScriptga bo'ysunadi va ECMAScript yangi versiyasi chiqishi uchun ularda debyut nima edi, debate bo'ladi. Shunaqa qilib yangi versiyalar qo'shiladi. Meni bilganlarim shular. Men janu ichkarichaga tushunib olmagan. Nimada ishlayap turganimni bilishim uchun, o'zim nima qilyap turganimni, o'zim qanaqa sohadaman, shuni bilishim uchun ozgina o'rganib qo'yganman. Xatolar bo'lishi mumkin, yanglishishlar bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir joyda ne to gapirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Menimcha ancha foizi menimcha to'g'ri. Men ham qayerdandir o'qigandim. ECMAScriptdan kirib o'qiganman, boshqa joydan o'qiganman. O'zi nima ishlatyapman, o'zi Node.js ichida nima ishlayapti, shunaqa narsalar. Agar backend yozadigan bo'lsa, Node.jsda men V8 da optimizatsiyalardan foydalanib yozaman. Shu tezlikni oshirish uchun, chunki asosan emas, ko'proq Node.jsda ishlaganim uchun, Next'da server side narsalar Node.js yozilgan, JavaScript. Shuning uchun ko'proq V8 da men optimize qilib yozish uchun ko'proq urg'u beraman boshqalarga nisbatan. Chunki Node.js V8 ishlatadi, u Spidermonkey ishlatilgan degan narsani oldin eshitmaganman. Spidermonkey qo'llab ko'rdim, Node.jsga deganini ham eshitmaganman, chunki unaqa menimcha katta ehtimol bilan yo'q. Shunaqa, agar qanaqadir mavzular yana qiziqtirsa bemalol pastda kommentariyalarda yozishinglar mumkin. Biz subscribe bosganingizdan xursand bo'lamiz. Like bosganingizdan ham albatta bizga bu motivasiya atsak bo'ladi. Telegram kanalimiz ham bor. Maqolalar uchun rahmat, salomat bo'ling.